Gripp bilan uyda kurashamiz. Assalomu alaykum. Temperatura ko'tarilganda iliq suvga sovun qirindilarini qo'shib, badanni yaxshilab qayta yuvish kerak bo'ladi. Spirt yoki aroq qo'shishni tavsiya qilmayman. Unga nisbatan terida allergik reaksiya kuzatilishi mumkin. Burun bitganda esa iliq suv, 1 osh qoshiq ichimlik sodasi, 2 ta o'rtacha kattalikdagi kartoshkani po'stini olmasdan yuvib to'g'raysiz va parda ingalyatsiya qilasiz. Dori qabul qilmoqchi bo'lsangiz, antibiotiklarga, ayniqsa azithromycin, levofloxacin, ciprofloxacin, ceftriaxon, cefazolinlarga juda ehtiyot bo'ling. Bu dorilarni biz bo'lar bo'lmasga ishlataverib, ta'sir qilmaydigan qilib qo'yganmiz. Aytgancha, amma xola, tog'a, dorixonachi beribdi degan gaplar yo'q. Agar shikoyatlaringiz o'tib ketmasa, shifokor qabuliga boring, umumiy qon tahlili, aslo, SRB, koagulogramma analizlarini topshiring. O'shanga qarab keyingi etap dorilarni qabul qilsangiz bo'ladi. Rahmat hammaga.